Milliy liboslar ko'rkini yanada jozibalashtirgan xotin-qizlarimizning har sohada ilg'orliklari bugun ular erishayotgan yutuqlarda namoyon. Qo'qon universiteti Andijon filialida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar ham malakali kadrlar tayyorlashda, ta'lim sifatini oshirishda faollardan. Ularning navbatdagi harakati sportda ko'rindi. Boshlovchi so'zida bejiz milliylikka urg'u berib o'tmagan edik. Qo'qon universiteti Andijon filialida mehnat qilayotgan ayollar jamoasi ham qadriyatlarimizni nafaqat hurmat qilishadi, balki undan zavqlanish sirini yaxshi bilishadi. Sport mashg'ulotlari boshlanishidan avval albatta ishdagi vazifalar bajarildi. Bugun xotin-qizlarning imidji o'zgacha ekanidan kasbdoshlarning ham ko'zlari quvnadi. Albatta, milliy libos bu xalqimiz boy madaniyatining timsoli. Uning go'zalligi har birimizga faxr-iftixor bag'ishlash ham asrlar davomida isbotini topgan. Barcha professor ayol ustozlarimiz milliy liboslarida darslarini olib borishyapti. Milliy liboslarimiz bilasiz, hammamizga ko'rkimizga ko'rk, chiroyimizga chiroy qo'shadi. Talabalarimiz ham bizga havas qilgan holda o'zlari milliy liboslarda darslarga qatnashishdan o'zlaridan tashabbus chiqib, demak hammasi shu kunlari milliy liboslarda kirib kelishyapti. Ish jarayonidan ortgan xonimlar endi sportda o'zlarini sinash uchun harakatga tushdi. Basketbol, stol tennisi, shaxmat, shashka va boshqa turdagi bellashuvlar. Har bir sport turlari bo'yicha musobaqalarda ishtirokchilar qobiliyatlariga qarab jamoalarga bo'linishdi. Epchillik asli ayollarimizga xos. Musobaqalarda endi ular aqllarini va tezkorliklarini ishga solishmasa bo'lmasdi. Yutqazishni kim ham xohlaydi deysiz? Musobaqa juda ham zo'r kayfiyatda o'tmoqda. Ushbu bunga o'xshash musobaqalar ko'p bo'lishi bizning kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Ya'ni kollektiv bo'lib ishlash hamda sog'lom turmush tarzini aynan ushbu musobaqalar faollikka ko'taradi. Men xohlardimki, bunaqa musobaqalarimiz ko'p bo'lishini, kollektivimiz bilan ko'p musobaqalar qatnashishini, hattoki bunday musobaqalar viloyatdagi OTMlar, ya'ni universitetlar, institutlar o'rtasida bo'lishi albatta sog'lom muhit, sog'lom turmushning zo'r targ'iboti bo'ladi deb hisoblayman. Har bir bellashuvlar qiziq o'tdi. Sog'lom raqobat va belgilangan talablarga rioya etilgan o'yinni hakamlar hay'ati baholab bordi. Musobaqamizga keladigan bo'lsak, bugun Qo'qon universiteti Andijon filiali xotin-qizlar o'rtasida sport musobaqasini o'tkazishni tashkil qilganmiz. Bunda kafedralardan, departamentlardan barcha ayol ustozlarimiz o'z jamoalarini shakllantirgan. Bugungi musobaqa g'oliblarini ajoyib unutilmas sovg'alar kutyapti va faqatgina g'oliblarimiz emas, balki qatnashuvchilar ham esdalik sovg'alar bilan taqdirlanadi. Musobaqa davomida ishtirokchilar nafaqat jismoniy faolligini oshirishdi, balki jamoaviy birdamlik va do'stona muhit mustahkamlanishida ham muhim bo'ldi. Bellashuvlarda qiziq favqulodda holatlar ham kuzatildi. Hammasi ajoyib edi. Natijalar so'ngiga ko'ra birinchi o'rin rektorat jamoasiga, ikkinchi o'rin targ'ibotchilar jamoasiga, uchinchisi esa pedagogika, psixologiya va filologiya kafedrasi ishtirokchilariga nasib qildi. G'oliblar qimmatbaho sovg'alar, diplom va medallar bilan taqdirlandi. Musobaqaning faol ishtirokchilari ham esdalik sovg'alari bilan mukofotlandilar.